Salom do'stlar, bugun sizlar bilan hozir mana shu dahshatli o'yin o'ynaymiz. Mana shu binoga kiramiz. Bitta cholmi bizni qo'yilar ekan. Xullas, ash choldan qochishimiz kerak. O, ana qarg'a yuribdi. Qo'rqinchli menimcha bu qarg'alar. Menimcha hozir bir narsa bo'ladi. Biz ham endi mana shu bilan qarg'a nima qiladi? ikkita O, o'ynaymiz. qoch. Ana va ana qayerga kirdik bilmayman. O'yin endi boshlandi do'stlar. Qani ko'ramiz qanaqa o'yin. Yo'q, qiziqam. Menimcha biz hozir ash choldan qochishimiz. O, ana uyga tushdik. Stay here. Ya'ni eshikni bu yerdan ochyapti. Nima eshikdan chiqyapmiz. Do'stlar, narigi eshiklarni ham ochib ko'rishga harakat qilamiz. Просто biz kalt top chiqish eshigini kaltini topishimiz kerak. Xo'sh. Chol kelib qolmasa bo'ldi. Qo'rqinchli tomoni shu cholni quvlash. Va mana shu to'g'ridagi eshik chiqib ketish menimcha ochib qulib ekan kalt topishimiz kerak. O, soqa qilishni ham boshladik. Do'stlar, cholni boylarni urib ketamiz. Menimcha qiziqarli va vahimali o'yin menimcha. O, javonlarni qaraymiz. Kitoblar turibdi. Menimcha chol kitob o'qimaydi, olib kelib qo'ygan prosta. Mana eshikni ochib qulib, eshiklarimiz qulib. Cholamcha u hamma ishni qo'plab tashlagan ekanda. Chol menimcha bizni yemoqchi. Odam yeb bo'lmaydi, brat. Qani Xo'p. Bu eshiklarni ham qulplab olamiz. Biz kalt sistemimizni chol kelib qolsa bizni ko'rmasligi uchun qulplab olamiz. Orqadan kelib qolmasa bo'ldi. Betlarda yo'q. Eshikni sekin ochamiz. Cholga prosta xuyet qilamiz. xuyet deydi. Cholam pizdes qari. Ma'da biz o'yin o'ynayapmiz. Mana reklama beryapti. O'yinama kiramiz. O, ana garaj menimcha bu. Mashina turibdi. Baytlarni ham qaraymiz. Eshikni yopib olamiz. Chol kelib qolmasin. Qari chol. Chol bilan topishma o'ynaymiz kelsa hozir. Voy, chol qadi, tualetga yetib ketganmi? Chol menimcha tushib ketdi tualetga. Xo'p, ketamiz. Mashinaga chiqaman desam, mashinani ham qulplab ketibdi. Menimcha 82 ta kalt olib yuradi shekilli. Mana bu yerlarni ko'rasiz, bekinishga zo'r joylar ekan. Chol kelib qolsa. Do'stlar, bizdan hozir garajni qarayapsiz, kalt yo'q, haligacha topolganimiz yo'q. Uje bizda 2,5 minut vaqt o'tib ketdi. Kalt qayerda bo'lishi mumkin? Ikkinchi etajga ham chiqishimiz kerak. Menimcha ikkinchi etajda yo'q. Menimcha mana shu yerda bo'lsa kerak. Mana eshikni ochib ko'ramiz. Menimcha bu yer bekinadigan joy.